Manyak haqida odamlar bilishi kerakmikan deb o'ylanib qoldim. Chunki u manyak o'z usuli bilan jamiyatga bir xabar yubormoqchi. Bularning ichidan kimni taniysan? Men aytgan yigit bu rasmda yo'q. Qara. Yaxshilab qara. O'g'il. Meni taqdirim nima bo'ladi? Zahro Qosimova savdoshlarimiz uchun qayg'urish tahsinga sazovor. Ammo biz xizmat vazifalarimizdan chetga chiqa olmaymiz. Ammo odamlarni taqdiri shunga bog'liq bo'lsa-chi? Zahro Qosimovna, shu ishni tezlashtirish uchun sizga nima yordam kerak? Hamma resurslarimizni shu ishga qaratamiz. Bitta jinoyatchini tushunmasak, bu pagonlarni ko'tarib yurganimiz uyat emasmi? Suroj qotilni yuzini ko'rgan. Agar qotil Surojning tirikligini bilsa, u yashirinishga urinadi. Bu rejangiz menga ma'qul. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Mana bu rasmdagi odam sizmi? Ha, men tinchlikmi? Kechirasiz, siz kimsiz? Assalomu alaykum. Men Dunyosaman. Surojgani ko'rgani kelgandim. Uzr, men sizni uni oldiga qo'yardinglar. Hali o'ziga kelgani yo'q. Lekin men ularni ko'rishim kerak. Iltimos. Bu oxirgi ishim deyapman sizga. Meni tushuning. Ozgina sabr qiling. Sabr! Yo'q, qara. Ularni taniysanmi? Taniyman, kursdoshlarim-ku. G'arib ketibsizlarmi? Mana o'zchilik yig'ishtir. Nima, tushunmayapsanmi? Bo'ldi. O'lvorsing aytaman.